ayol bolani ketiga urib bo'lmaydi. Nega deysizmi? U bepusht bo'lib qoladi. Bu fanda isbotlangan, buni olimlarimiz o'rgangan. Bugungi kundagi bepushtlikning asosiy kelib chiqish sabablari bolaligi, yoshligiga borib taqalayotganligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bola zaxda, oyog'i suvda, kasal bo'lsa vaqtida doktorga olib bormaymiz, o'zi yaxshi bo'lib qoladi deymiz. Biz bolalarimizni yediryapmiz, kiyintiryapmiz, maktabga jo'natyapmiz deb bahonalar qilamiz xolos. Aslida uni rivojlanishidagi eng katta bosqich jinsiy rivojlanishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, jismoniy rivojlanishini bilamiz, psixologik rivojlanishni ham bilamiz, lekin kasal bo'lgan paytda urologga, endokrinologga, o'smirlar bilan ishlaydigan, ayniqsa qizlar masalasida ginekologga olib borishni o'ylab ham ko'rmaymiz. Buni biz o'zimiz uchun uyat deb hisoblaymiz. Bugungi masalalar bu hozir paydo bo'lgan emas. Buning ildizi anchagina chuqur. Hushyor bo'ling ota-onalar. Siz o'g'il qiz katta qilyapsiz.